ko'p yillik stajga ega bo'lgan akusher-ginekolog, kolposkopist, ginekologman. Qiziltepa sanatoriyamizda ko'p yildan beri faoliyat ko'rsataman. 10-yillik stajga egaman. Qiziltepa sanatoriyamizda biz hozirgi paytda xotin-qizlar uchun ginekologik kasalliklarni davolashni yo'lga qo'yganmiz va shu qatorda kolposkopiya apparatlarini ish olib boryapmiz. Ya'ni ginekologik kasalliklardan biz bachadon miyomalari, adenomioz, tuxumdon kistalari, bachadon bo'yni eroziyalari, pushtaklar, fayz ko'rinma o'zgarishlarida va klinik davrdagi bo'layotgan o'zgarishlarda yana davolab kelmoqdamiz. Kolposkopiya apparatimizda asosan bachadon bo'yni poliplari, eroziyalarini erta aniqlashda, bachadon bo'yni kistalarini aniqlab, kolposkopiya apparati yordamida bachadon bo'yni poliplari, bachadon bo'yni kistalari, bachadon bo'yni eroziyalari va turli xil kasalliklarni aniqlayapman va shu qatorda davolash ishlarini olib bormoqdamiz.